Ahli birodaran islom, go'zal boshqaylarim farzandlari, hammangizni bugungi Navro'zona kayfiyat bilan, bugungi Navro'zona bayramlaringiz bilan qutlaymiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Har biringizga omad bersin. Yana bitta duo qilingizlar. Rossiyada yo'l tashlangizlar. Xizmatda yurgan farzandlarimizga ham. Mana shu qariya ota-onalarimiz bemori yotibdilar. Singillarimiz ba'zimizda, ukalarimiz yotibdilar. O'shalarga ham Navro'zona yana umr bersin, yana yashasınlar. Hammangizni bugun Navro'z bahor bayramlaringiz bilan qutlayman. Azizlar, bahoriy kayfiyat bir narsa bor. Bir narsa aytayinki, hasad bilan yashamaylik, faqat havas bilan yashaylik. Faqat hozir aytamizki, Tojikiston bopesh, boshqaylar ham bopesh. Boshqaylar, barcha boshqaylar ahliga, barcha Tojikistonni hamma yurtiga sog'lik, omonlik, Navro'z muborak bo'lsin. Amin. Bitta duo qilinglar.